Hurmatli kuzatuvchilar, maza qildimning 3-soni va siz maza qiladigan gaplar kelib qolgan bo'lsa, bizni direktlarimizga yuboring. Kimga ishonyapsiz? Menga ishonyapsizmi? Malik akagami, Baxtiyor akagami, Asadilla akagami? Kimga ishonyapsiz? Ishongan odamingizga yuboring. O'qiymiz. Agar siz yozgan gap bizning ijroyimizda qolganlarni maza qildirsa, g'olib bo'lsa, sizga Shedrisonsadan bir dunyo mahsulotlar beriladi. Demak, O'zbek savdo xizmat ko'rsatgan artist Asadilla Nabiyev. Odamlar yer olish bilan ovora. Yer esa odam olish bilan ovora. Shifoxona insonning kuchsizligini, lekin yaratganning qudratini eslatadi. Atrofingizdagilarga e'tiborliroq bo'ling. Chunki kishi do'stining xulqida bo'lar ekan. Odam tug'ilganidan keyin tili chiqishi uchun 3 yil kifoya. Lekin tilini tiyib yurishni o'rganish uchun 30 yil ham kerak. Kimga maza qildingiz? Izohlarda yozib yuboring. Baxtiyor, Malika, Akmal, Asadulloh yozing.